Assalamu alaikum musulmon mirzavanlar, sizlar men Bazar KG kanalı. Bugün 8 yanvar Jalobat mal bazarının alında çöp bazarının çöp törsenasını bilip ko'rsataman. Like basıp, patlasap, qo'llab qo'yinglar. Bundan anlamaya başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Aka bu çöp biresa? Yok, bedarlash. Bedarlash mı? Qancha so'm aka? 350 so'm. 350 so'mdan. Arzonlab qaptira? 350 so'm. Beda pres ekan çöp men bedarlash. Bunaqa. Saman pres qanchadan aka? 280. 280 dan satdingiz bu? Yo'q, 280 dan yo'q. 280 dan ekan saman pres. Bularda saman pres da? Bular qancha? Burada o'sha Saman pres kerakdir. Assalomu alaykum aka. Shu yoqqa salsanar bo'ladi ekan. 280 dan aka? Yok, 300'den degan bilmayman, kim olsa gerek. Men emas bu. Kim var deydi 280 aldım. Bir de presler görüyor. Bu anda. Bir de çöp pres ekan. Bir de pres taka bu ha? Qanchadan aka so'mi? Qancha? 450. 450 dan ha? Bir de pres 450 dan. Buna kerak bo'lsa shundan bo'ladi. Bu beri qarab chiqdi, Nar jaqdan. Bo'ldi aka, mashinasini qo'shib tortdi deydi. Bir de pres mana tuganlar. 450 dan deydi. Nar jaqda samandar 280 dan ekan, 300 deydi, 280 dan bir etgan. Çöp presleri 350, bir de presler 450. Shunday ekan tuganlar, Jalobat bugun bog'lari. Patpisa etib qo'llab qo'yinglar tuganlar, hamma bo'lsa benzin bas. Assalomu alaykum.